Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir tarixiy voqeani ulashmoqchiman. 1960-yil siyosiy harakatlar oqibatida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Nelson Mandela ismli inson bo'lgan. Umrbod qamoq jazosi hukm qilingandan keyin o'z vaqtini bekor o'tkazmaslik uchun o'sha davrlarda masofaviy ta'lim bo'yicha eng kuchli huquq darsiga ega bo'lgan universitet London universitetiga hujjat topshiradi. Universitet 1836-yilda tashkil qilingan va o'sha davrlarda masofaviy ta'lim bo'yicha juda kuchli tizimga ega bo'lgan, darsliklarga ega bo'lgan universitet hisoblangan. Tasavvur qiling, temir panjara ortida o'tirib kitob o'qiydi, dars qiladi, imtihon topshiradi. Ammo diplomini yakunlay olmagan. Oradan 27 yil o'tib Nelson Mandela oqlanadi va o'sha olgan bilimlari orqali siyosiy yo'nalishda ish faoliyatini davom ettirib, o'sha davrda birinchi demokratik yo'l bilan saylangan Janubiy Afrika prezidenti bo'ladi. Yillar o'tib u yana bir kuchli yutuqqa ega bo'ladi. Nobel tinchlik mukofotini qo'lga kiritadi bu inson. Bu insonning hikoyasi shuni ko'rsatadiki, agar inson ta'lim olishga bo'lgan intilishi kuchli bo'lsa, uni hech qanday qamoq to'siqlari, devorlari ham to'xtata olmaydi. Do'stlar, yana o'sha gap, ta'lim olishda to'xtamang, salomat bo'ling.